sizlar qiynalib yurgan muammolarga yechim topildi. O'sha tomorqalardagi, temir yo'llardagi o'sib turadigan jam o'tlar bor-ku, farqi yo'q. U keng bargli, ingichka farqi yo'q. O'sha o'tlarga qarshi mana yechim. Bu o'tlarning hamma turiga boshoqli bo'ladimi, keng bargli bo'ladimi, gullidimi, boshqa farqi yo'q. Hamma o'tni yoppasiga quritadi. Keyin bitta narsa, bu viglifoz gerbitsidi. Viglifoz gerbitsidi demak, paxtadagi glifosatga chidamli bo'lgan navlarda ham zo'r ishlaydi. Gektarga 3 litrdan 5 litrgacha biz tavsiya beramiz. Bu yerda biz 10 litr suvga 200 gram qilib sepamiz. Natijasiga baho berasizlar. Gerbitsid tayyorlab olamiz. Ketdik. Viglifosdan 200 gram solib olamiz 10 litr suvga. Ana endi tepib olamiz. Akalar, mana oradan 23 kun o'tdi. 21-fevral kuni Viglifoz gerbitsidini ishlab bergan edik. Bugun demak 16-mart natijasini ko'rib turibsizlar. Shuncha oradan sovuq o'tdi, shuncha qor o'tdi, shuncha yomg'ir o'tdi. Ko'rib turganinglardek, kunduzi 15 gradus, kechasi +5 gradus bo'lganda ham mana yaxshi natija oldi. Buni to'liq avzorini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Akalar, mana ko'rib turganinglardek, o'ng tomonda Viglifoz gerbitsid sepilgan, chap tomonga sepilmagan. Mana ko'rib turibsizlar, o'ng tomon sap-sariq qurib qaqshab yotibdi. Chap tomon yam-yashil bo'lib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin.